alaykum aziz vatandoshlar, mahalladoshlar. Mana bugun biz Baliq tumani O'lmas mahalla fuqarolar yig'ini Ravshanbek xonadonidamiz. Bu yigit mana xabaringlar bor. Jiyanimiz Mustafoni sog'ligi uchun kartalarni qo'ydik. Ehson qilganlarga kattakon rahmat. Ehson qilyaptirganlarga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shu kungacha qilgan ehsonlarimiz 20 milliondan oshgan. Hozircha endi bu pulimiz yetmaydi. Baliq tumani hokimi Jasurbek Odiljonovich 15 million pul yordam qiladigan bo'ldi. Bu bolaga hozir 24 ming dollar pul kerakligi bo'lgani uchun Ravshanbek mana hozir o'zi yashab o'tiradigan hovlisini 5 sotik hovli 6 xonali uydan iborat shu xonadonni sotuvga qo'yilyapti. Shu uyda oladiganlar bo'lsa Ravshanbek telefon raqamlarini qoldiramiz. Ravshanbekka uchiverasizlar. Mana Ravshanbek o'zi, ayoli o'zi. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar. Shu farzandimizga qilgan ehsonlaring uchun kattakon rahmat. Qilgan ehsoninglar Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsoninglar uchun kattakon rahmat. Mana bu yerda Ravshanbek xonadoni ekan, 6 xona uydan iborat. 6 xona uy bor ekan bu yerda. Mana bu bir xonasi mana poli bo'lgan. Qolganlari mana shunaqa holatda penablokdan urilgan, tom qismlari bekitilgan. Bu joyda mana dorozaxonasi. Dorozaxonasini kiraverishda yana bir xona katta xonasi bor ekan. Ko'cha tomondan kelganda ichimlik suvi kelgan, svetlari bor ekan. Svetlar tortilgan mana. Bu ko'chamiz. Havli oladigan, uy oladiganlar bo'lsa, mana ukamizga uchiverasizlar, telefon raqamlarini qo'yamiz. Endi ota-ona hamma narsaga tayyor bo'lar ekan. Bu ukamiz ham mana Alloh rozi bo'lsin, o'g'li katta yigit bo'lsin, yaxshi bo'lib qolsin. O'zi ham mana onasi ham, ayoli ham mana shu uyni sotishga rozi bo'ldi. O'zlari sotaylik aka, shu uyni qo'yaylik farzandimiz uchun. Xudo xolasa farzandimiz yaxshi bo'lib ketsa, biz o'zimiz bir amallab kun kechiramiz dedi. Allohga oson, mehribon Allohim hammaga berardan qismasini ehson qilgan akalar, ukalar, opalar, singillar hammaga kattakon rahmat. Ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Endi bu uy sotish, bu joyda sotish oson emas, lekin bu ota-ona ham farzand uchun shunday narsaga hozir o'zlari majbur bo'ldi, o'z xohishi bilan shu joyda sotishga qaror qilishdi. Hammalaringga rahmat kattakon, ehson qilganlaring uchun. Uy oladiganlar bo'lsa 94lik 252 97 raqamiga telefon qilaverasizlar. Yozib ham qo'yamiz pastda. Karta raqamini ham qo'yamiz. Uy sotilgancha ham ehson qiladiganlardan iltimos qilib qolamiz. Ehsonni qilishda to'xtamiz. Hammalaringga kattakon rahmat.